Allohga hamd va sanolar va uning oxir zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salom va salovatlar ila bugunlik kun suhbatimizni boshlar ekanmiz. Yana aniqrog'i davom ettiramiz. Anbiyolar qissasi, payg'ambarlar tarixlarini o'rganib borayotgan edik. Bugun ko'riladigan mavzuyimiz Shuayb alayhissalom to'g'rilarida to'xtalib o'tamiz. Shuayb alayhissalom ham Alloh taborak va taolo Qur'onda zikr qilgan payg'ambarlarning biri hisoblanib, u kishi ham har doimgidek zalolatda, razolatda, butu sanamlarga o'ralashib qolgan qavmlarni, o'sha qavmni o'zini ichidan saralab olingan payg'ambar etib tayinlangan zot hisoblanadilar. U kishi ham qolgan payg'ambarlardek ummatlarini, o'sha davr zamoni insonlarini to'g'ri yo'lga boshqarish uchun, Allohni yakka deb tanimoqlik uchun, Allohga ibodatda bo'lmoqlik uchun, yomon yo'llardan qaytmoqlik uchun Alloh taborak va taoloni vahiylarini qabul qilib, ummatlariga, bandalariga bayon etar edilar. Shuayb alayhissalom bu payg'ambarlar silsilasida nazar soladigan bo'lsak, Ibrohim alayhissalomdan keyingi bir avlod bo'lib, u kishidan shu joyda to'xtab qolgan avlodlar. Ya'ni silsilani boshidan bir eslab o'tadigan bo'lsak, 25 payg'ambarlar silsilasiga bir nazar solamiz. Mana shu joyda bugun bir payg'ambarlarni eslab, qaysi avlodlardan qanday kelganini bo'lmasa bir to'xtalib o'tamiz shu joyda. Odam alayhissalomdan so'ng payg'ambar bo'lib tayinlangan va Qur'onda zikr qilingan payg'ambarlar shajarasiga nazar solib o'tamiz. Odam alayhissalomdan Idris, undan so'ng Nuh alayhissalom va mana shu Nuh alayhissalomdan keyingi o'tadigan bo'lsak, mana shu sharsharani tuzgan muarrixlarimiz, tarixchilarimiz ko'plarimiz buni internetlarda ham yoki boshqa bir suratlarda ham ko'rganmiz. Misoli daraxt qilib belgilashgan. Biz ham shunday daraxt deb qiyos qiladigan bo'lsak, tanasi, uning ildizi Odam alayhissalom bo'ladigan bo'lsa, daraxtni tanasiga o'taverganimizda undan so'ng Idris alayhissalom, keyin Nuh alayhissalom, Nuh alayhissalomdan shu joyda 3 avlodga bo'linadi. Ya'ni 3 ta tomonga bo'linadi. Hud alayhissalom, Solih alayhissalom, Ibrohim alayhissalom. Ibrohim alayhissalom bilan birgalikda Lut alayhissalom bor edi. Bular hammalari Nuh alayhissalomga borib taqaladi. Va mana shu yerda Ibrohim alayhissalomdan 2 farzandlari deb o'tdik, Ishoq va Ismoil alayhissalom. Ana shu Ismoil alayhissalomdan yana daraxtlarning shoxlari bo'linib ketadigan bo'lsa, unda Shuayb alayhissalom. Bugun siz tarixini o'rganadigan Shuayb alayhissalom bir tomonda o'tadilar va ikkinchi tomondan Yaqub alayhissalom. Yaqub alayhissalomni biz tarixlarini o'rganganimizda u kishini yana bir ismlari Isroil edi, to'g'rimi? Mana shu Banu Isroil qavmi o'sha kishidan tarqalib keladi. Isroil bolalari, Bani Isroil deb Qur'onda zikr qilingan Isroil bolalari, bugungi kundagi yahudiylar. Ana shu Yaqub alayhissalomdan keladi va bu kishi esa Ibrohim alayhissalomni Ishoq degan farzandlari Ishoq alayhissalomdan va u kishidan yana bir tomonga o'tadigani Ayyub alayhissalom va Zulkifl alayhissalomlar. Yaqub alayhissalom, Yusuf alayhissalom, Al-Yasa alayhissalomlar, mana shular hammasi Ishoq alayhissalomdan, ya'ni Yusuf, Al-Yasa alayhissalomlar Yaqub alayhissalomdan, Ishoq alayhissalomning farzandlaridan. Va Yaqub alayhissalomdan yana keladigani, davom etadigani davomchilari Yunus alayhissalom,
Musa alayhissalom, Harun alayhissalomlar va Ilyos alayhissalomlar, mana shular hammasi Yaqub alayhissalomdan. Yaqub alayhissalomdan yana davom etadigani Davud alayhissalom. Davud alayhissalomning farzandlari Sulaymon alayhissalom, Zakariya alayhissalomlar, Yahya alayhissalom va Iso alayhissalomlar. Ana shu payg'ambarlarning hammasi Ibrohim alayhissalomning Ishoq degan farzandlaridan taralib ketadi. Ibrohim alayhissalomni yana bitta farzandlari, ya'ni to'ng'ich katta farzandlari Ismoil alayhissalom. Ismoil alayhissalomdan avlodlaridan faqatgina payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib dunyoga taraldi. O'rtada boshqa bironta bir payg'ambar chiqqani yo'q. Ishoq alayhissalom ikkinchi o'g'illaridan shuncha payg'ambarlar chiqqan bo'lsa-da, Ismoil alayhissalomdan bironta payg'ambar chiqmasdan oxiri payg'ambarlar xatm kunandasi bo'lmish Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib dunyoga keldilar. Bu mana shu payg'ambarlarning silsilasi, shajarasi hisoblanadi. Asli hammasi nafaqat payg'ambarlar, balki barcha insoniyatning borib taqalishi bu Odam alayhissalomga borib taqaladi. Har birimiz bir inson, bir otani, bir onani farzandlarimiz. Shuning uchun dinimizda aytiladiki, insonning begonasi bo'lmaydi. U bizga begona ekan, yot ekan degan gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hol va qudrat har bir insonga o'zga inson qo'ldan kelguncha yaxshiliklarni ado etmoqligi lozim. Chunki u ham bizni birodarimiz, u ham biz kabi bir otadan, bir onadan tug'ilib kelgan inson hisoblanadi. Shuning uchun ham albatta eng yaqini bu mu'min musulmonlar deyiladi. Har bir mu'min musulmon bir-biriga aka-ukadir degan payg'ambar alayhissalomning hadisi muboraklari bor. Endi mavzuyimizga qaytamiz. Mavzuyimiz bugun o'rganadigan payg'ambar Shuayb alayhissalom. Shuayb alayhissalomni ham aytib o'tdik. Alloh taborak va taolo qolgan payg'ambarlar kabi insonlarni zalolatdan qutqarish uchun, nurga olib chiqmoqlik uchun, to'g'ri yo'lni ko'rsatishlik uchun, but sanamlarga sig'inmaslik uchun, Allohni yakka deb bilib faqatgina Allohga ibodat qilishlik uchun o'z qavmini ichidan tanlab oldi. Shuayb alayhissalom. Shuayb alayhissalom Shom shahri yaqinida joylashgan Madian degan shaharda yashar edilar va mana shu Madian shaharda yashaydigan insonlarga payg'ambar etib tayinladilarki, ya'ni Madian ahli juda bir qattiq zalolatga, razolatga berilgan edi. Madian shahri Shom yo'lini ustida bo'lgani sabab karvonlar har doim to'xtab o'tadigan joy. Bunday joy nima bilan shug'ullanadi? Albatta tijorat bilan. Tijoratning markazi bo'lgan Madian o'sha paytda. Oldi berdi savdo sotiqlar juda katta bozorlardan iborat bo'lgan. Boshqa mamlakatlardan, boshqa diyorlardan karvonlar, savdogarlar kelib mana shu Madian shahriga o'z yuklarini sotib va u joydan o'zlariga kerakli bo'lgan narsalarni, matohlarni, boshqa tijorat ashyolarini olib o'z diyorlariga, yurtlariga olib borib savdolashib kun ko'rib yurishgan. Karvonlarni eng oqib keladigan bir markazi desa ham bo'ladi Madian shahrini. Endi u joyda joylashgan insonlarni salkam 90% savdo sotiq bilan shug'ullangan. Qolgan 10% chorvachilik, boshqa bir ishlarni qiladigan bo'lsa, ko'pi tijorat bilan shug'ullanadigan savdogarlar bo'lishgan. Lekin savdogarni ham, o'sha tijoratchini ham o'ta bir razillari bo'lgan. Ular bir narsani o'lchab olayotganlarida kamaytirib, tarozdan urib, sotayotganlarida og'ir qilib, ko'paytirib sotganlar. Buni Alloh taborak va taolo Qur'onda bu haqda ta'lim bergan. Bu haqda oyat tushirgan. Ya'ni mana shu Madian ahli aynan mana shunaqa bir ishlar bilan
hali metrdan urgan, matolarni metridan urishgan, tarozidan urgan, nima iloji bor yo'lini qilib savdo sotiqni, mol savdosi bo'lsin, hayvon savdosi bo'lsin, latta putta tijoratlari bo'lsin, oziq ovqatlar bo'lsin, har biridan mana shunaqa kamaytirib tarozilardan, metrlardan, o'lchovlardan urib sotadigan tijoratchilar bo'lgan. Alloh taborak va taolo Shuayb alayhissalomni bularning orasiga yuborganligini sababi ham ularni to'g'ri yo'lga boshqarish edi. Shuayb alayhissalom ularni mana shu tijorat yo'lida halol bo'lishlikka, o'zga insonlarni haqqiga xiyonat qilmaslikka, har bir narsani to'g'ri o'lchov bilan o'lchab oldi berdi qilishlikka da'vat qila boshladilar. Ya'ni u kishi o'zlarini payg'ambar ekanliklarini bildirib, insonlarga Alloh taborak va taolo tomonidan payg'ambar etib tayinlanganliklarini, Allohning sizlarga qahri kelganligini, Alloh taborak va taolo sizlardan g'azabda ekanligini va Alloh taborak va taolo sizlarga buyurdi: o'lchovlarda haqli bo'linglar, o'lchovlardan urmanglar, tarozidan, metrdan, qarichlardan, boshqa har bir o'lchovlarga xiyonat qilmanglar, adolatli bo'linglar, halol bo'linglar deb insonlarni da'vat qila boshlaganlarida har doimgidek nima bo'ldi? Payg'ambarga qarshilik bo'ldi. O'zi insonni jibiliyatida shunaqada, bizga yoqmaydigan narsani biron kishi gapiradigan bo'lsa, uni yomon ko'ramiz. Uni yomonotlik qilishga harakat qilamiz, uni sharmanda qilishlikka harakat qilamiz, uni odamlarni orasida gapira olmaydigan qilishlikka harakat qilamiz. Nima uchun? Chunki u bizga yomonlik qildi. Bizni o'zimizga shaxsan emas, bu Alloh taborak va taoloni hali payg'ambar aytganlarini qilgani uchun unga zulm qilishlikni yo'llarini izlashga tushdi odamlar. Bu o'sha zamon boshdan bosh payg'ambarlardan kelib sahobalarga o'tib, sahobalardan tobiin, taba tobiin qolaversa to hozirgacha imommi, domlami, musulmon birodari bo'lsa-da, to'g'rilikka bir chaqiradigan bo'lsa, uni nafsiga yoqmaydigan, meni nafsimga yoqmaydigan bo'lsa, uni yomonotlik qilishlikka harakat qiladi. Vaholanki u o'zini fikrini emas, balki Alloh taborak va taoloni buyrug'ini aytgan bo'ladi. Usmon alayhissalomni ham, Usmon roziyallohu anhuni ham aynan mana shuning uchun ham, ya'ni Usmon roziyallohu anhu bir necha kishini darra o'rdirganlar. 40 darrami, endi 20 darrami, 80 darrami o'rdirganlar. Mana shu darra o'rdirganlari uchun ular Usmon roziyallohu anhuni oxiri qatl qildilar. O'ldirdilar. O'zlarini uylarida Qur'on ustida o'ldirdilar. Nima uchun? Yomon ko'rardilar Usmon roziyallohu anhu. Lekin Umar roziyallohu anhuni davrida 100 darra yeganlar ham miq etmasdi, ovozi chiqmasdi ular. Nima uchun? Umar roziyallohu anhuni shiddatlari bor edi. Juda o'ta shiddatli inson edilar. Usmon roziyallohu anhu esa muloyim zot edilar. U kishi darra urganlari bekorga darra urmagandir. O'shani yomon ko'rib qolganligi uchun bir kishini darra urdirmagan. U zotlar Rasulullohning suyukli birodarlari, yoronlari edilar. Ular hech qachon xilof ishni qilmasdilar. Shariatga nomunofiq ish qilgani uchun darra urdirganlar. Balkim zino qilgandir, balkim o'g'irlik qilgandir. Qo'liga tushgan bo'lsa xalifani oldiga keltirgan, xalifa shariat yuzasidan unga darra urishni buyurgan. Mana shu buyruq uchun oxiri xalifani o'zini o'ldirishdi. Bu mavzuga xudo xolisa juma kunlariga to'xtalib o'tamiz, chunki hozir o'tgan suhbatlarimizda Juma amru ma'ruf nahi munkarlarda Umar roziyallohu anhuni tanishib, Usmon roziyallohu anhuga o'tgan edik. Unda keyin kecha zakot masalasi bo'lganligi uchun ozgina to'xtatib zakot masalasini o'rgandik. Xudo xolisa yana
buyuk sahobiylarimizni hayotlariga yana qaytib ularni o'rganishlikka harakat qilamiz. Endi mana shu mavzuyimizga qaytadigan bo'lsak, mana shu amallar bilan, ya'ni qaytariqlar bilan Shuayb alayhissalom chiqqanlarida bu kishiga ham xuddi shunday qarshiliklar ko'paya boshladi. Nima uchun? Ularni nafsoniyatiga yoqmaydigan so'zlarni aytganliklari uchun. Ularni nafsoniyatiga yoqmaydigan so'z nima bo'ldi? Tarozidan urmanglar dedi. Ular tarozini har bir kilosidan kamida 100 gramdan bo'lmasa 200 gramdan urishardi. 10 kiloda 2 kilo qilib olishardi. Shuncha manfaatlarni ko'rib turgan paytda bir kishi chiqib Allohdan qo'rqinglar, bu ishni qilmanglar desa yoqmaydi. Chunki inson zalolatga botib bo'lgan. U mana shu narsaga sho'ng'ib ketgan. U bu narsaning mazasini totib turibdi. U narsadan qaytishlik juda og'ir bo'ladi. Qaytmoqchi bo'lgan taqdirida ham uni shayton alayhillani bu yo'lda ozdiradi. Ular Shuayb alayhisalomga nima dedilar? Aynan shayton alayhillani so'zlarini aytdilar. Ey Shuayb, biz endi o'zimizni molimizga o'zimiz egalik qila olmaydigan bo'lib qoldikmi? Sen bu so'zlarni qayerdan olding? Sen bu bilardek bir yaxshi inson eding. Keyin bir namoz o'qishni boshlab, miyang aynib qopti-yu seni. Bu so'zni hozir biz ham aytamiz-ku. Sen bir kishi namozga borib, 1-2 kun namozga qatnab, amru ma'rufni eshitib, uyiga kelib, bir qarindoshiga ma'ruzada eshitdim, payg'ambar alayhisalomning hadislarida mana bundoq deyilgan ekan, mana bu narsa harom deyilgan ekan desa agar, sen 2 kun namoz o'qib miyang aynib qopti bo'ladi. Bu gap bor, bu hozirgacha bor gap. Chunki uni nafsoniyatiga yoqmaydi. Bu shaytonning shiori. U payg'ambarlar zamonida ham odamlarga shu narsani singdirdi, payg'ambarlardan keyin ham va qiyomat kunigacha insonlarning ichiga mana shu so'zni singdirib boradi. Aynan zakot, mana bugun Ramazon oylarida zakot beriladigan vaqt. Zakot to'g'risida gap ketganda shayton bizga aynan mana shu so'zni yana tilimizga, qalbimizga keltiradi. Ya'ni bu sani moling. Nima uchun berar ekansan? Nima o'zingni molingga o'zing haqdorlik qila olmaysanmi degan so'z bu shayton alayhillahning so'zi. O'sha paytda ham ular Ayyub alayhisalomga aynan mana shunday bir so'zlarni qildilar. Ayyub alayhisalomni tentakka kechirasizlar. Shuayb alayhisalomni tentakka, aqli ojizga chiqardilar, yolg'onchiga chiqardilar. Qavm har doimgidek payg'ambarga qarshi chiqdi. Payg'ambar ulardan norozi bo'ldi. Oxir oqibatda nima bo'ldi? Baloga giriftor bo'lishdi. Chunki o'sha paytlarda aytib o'tdik, payg'ambarlarga bo'ysunmagan qavmni ustiga Alloh taborak va taolo alamli azob yuborishligini oyatlarda aytgan. O'sha paytda payg'ambarlariga ham aytgan. Shuayb alayhisalom chiqib, ey qavm, agar sizlar mana shu yomonliklarda, razilliklarda sobit turadigan bo'lsangiz, sizlarni ham ustlaringizga Nuhni qavmi kabi, Hudni qavmi kabi, solihlarni qavmi kabi sizlarni ham ustlaringizda balolar yog'iladi deb ogohlantirgan edilar. Lekin ular bu ogohlantirishdan xulosa chiqarmadilar va oxir oqibatda ularni ham Alloh taborak va taolo jazolab ularni ustlariga balolarni yog'dirdi. Ya'ni nima balolar edi? Ularni ustiga, ya'ni Madiyan shahriga Alloh taborak va taolo avval shunaqa bir issiqni yubordi. Gumbirlagan ovozlar eshitila boshladi va ko'chalar shu darajada isib ketadiki, endi mana bu hozir o'zimizda 40-45 bo'lsa qanday hamma uyga kirib konditsionerlarni yoqib olamiz-ku. U paytlarda konditsioner ham bo'lmaganda, uylariga kirib salqinlarni izlashsa dimiqib qolishgan. Nafasi qisa boshlagan, ko'chaga chiqishgan, soyaga qochishgan, hamma joy issiq, dimiqib, hattoki olayotgan nafaslari o'pkalarini eritib yuboray degan darajada issiq bo'lib ketgan. Va bir tomonda bir katta bulut paydo bo'ladi. Shaharni bir chekkasiga soya tashlab turadi.
o'sha bulutni soyasiga bir necha kishilar yugurib borib bulutni ortiga soyasiga tushsalar salqin. Qolgan qavmni ham chaqiradilarki, kelinglar mana bu soyaga. Boshqa joyda soya yo'q. Soyalarni, daraxtlarni soyasi ham, uylarning soyasi ham dimiqib yotibdi. Faqat o'sha bir parcha bulutni ostida soya bo'lganda ular salqinni sezdilar va qolganlarni mana shu joyga chaqirdilar. Hamma o'sha joyga to'plangan payt Allohning irodasi bilan o'sha bulutdan bir katta chaqmoq chiqib, bir urib hammasini kuydirib, kul qilib tashladi. Bu Alloh taborak va taoloni Madyan ahlini ustiga yuborgan balosi edi. Shuning uchun doim har suhbatlarda payg'ambarlarni qavmini ustiga kelgan balolarini eshitganimizda bizni ustimizga, bizni diyorimizda, ayniqsa bizni mana bu hozirgi zamonamizda bunaqangi narsalar bo'lmaydi deb ayta olmaymiz. Mayli bo'lmasa-da o'sha shaxsan o'sha ishga sobit bo'lgan razilliklarni, misol uchun mana shu Shuayb alayhisalomni qavmi qilgan gunohlarni agar biz siz qiladigan bo'lsak, Alloh endi ommatan balo yubormaydi. Alohida o'sha ishni qilgan kishining ustiga balosini yuborar ekan. Shuning uchun tarozidan savdo sotiqda birov bilan oldi-berdi qilganda albatta molni biron bir kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, uni aytmoqlik payg'ambar alayhisalomni ham ta'limotlaridan. Aldab birovni haqqiga xiyonat qiladigan bo'lsa, Alloh taborak va taolo Qur'onda aytib turibdiki, uning haq azobi qattiq va shiddatli azobi borligi. Borinki bu dunyoda agar azob berilmaydigan bo'lsa, bu azob, ya'ni birovning haqqi hech qachon o'zgaga qolmaydi. U qiyomat kuni albatta olib berilar ekan. Qiyomat kunida insonga eng kerakli narsa bu uning savobi. O'zi bu hayoti dunyoda savob degan amalni zo'rg'a qilyapmiz. Payg'ambar alayhisalom aytadilar, qiyomat kunida mashhargohida turganda har bir insonni amallari taroziga qo'yilayotgan paytda hattoki ota boladan qochar ekan, bola ota onadan qochar ekan. Shular ko'rib qolmasin, mendan ozgina savob so'ramasin, o'zi savobni bu yog'i ishgan o'ziniki. Jannatni kirishligini o'ylab, do'zax azobini o'ylab turgan paytda insonlar savoblarga mushtoq bo'lib turganda, ana shunda Alloh taborak va taolo birovni haqqi qolgan bo'lsa, u haqni albatta olib berar ekan. Bu dunyoda olinmagan haqlar qiyomat kunida olib berilar ekan. U paytda bizga biz o'zimiz savobga o'ta muhtoj bo'lib turgan paytda savobimizni o'zgalarga berib qo'ymaylik, birodarlar. Shuning uchun-da birovning haqqiga ehtiyot bo'lib, muomalada ehtiyot bo'ladigan bo'lsak, nurul a'lomun. Alloh taborak va taolo barchalarimizni o'zgani haqqidan qo'rqadigan bandalar sarasidan bo'lishligimizni nasib aylasin. Chiroyli amallarda sobit bo'lishligimizni va mana shu muborak mo'i sharifi Ramazondan barchalarimizni gunohlardan pok, forig' bo'lib chiqishligimizni Parvardigor nasib aylasin. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.